Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar, sog' salomatmisizlar, tinchmisizlar? Vaqt yo'q live stream qilishga, ish ko'p. Yashash kerak, oila boqish kerak dedi-ku. Ha, mana bu sharofati bilan degan so'z o'sha kun umuman miyamga kelmadi. To'g'risi bor-ku, so'z aytyapman, uni aytaman, buni aytaman, umuman miyamga kelmaydi. Nima edi deyman. Ba'zida shunday bo'lar ekanda odam. Bo'lsa sharofati bilan degan so'zni juda ko'p ishlataman. Sizni sharofatingiz bilan deymiz-ku, ana qilib kenab gapiramiz-ku. Sizni sharofatingiz bilan shunday bo'ldi. Ba'zan bu jahl qilgan vaqti ko'proq ishlatiladi. Mana bu kishini sharofati bilan biz mana bu yoqqa bora olmadik. Ana u kishini sharofati bilan biz mana buni ola olmadik deymiz-ku. Ko'p ishlatamiz. O'sha vaqt kallamga kelmay qoldi. Rahmat, rosa ko'pchilik aytibdi. Eslolmaganimga ichlaring siqilib ketibdi-da desa. Hey, Amerika tinch, green cardda boshlanmadi. Hali ham yuribmiz kutib. Keyin yana bitta yangilik. Yana bir o'zbek oila kelyapti. Nasib inshaalloh noyabrda 24 yo 25. 23, 24, 25 aytdi. Bilet oldik dedi, shu chisloga dedi, esimda qolmadi. O'sha 3 ta chisloni bittasi. Xullas 25-noyabrda o'sha yerda bo'ladi ular inshaalloh. Allohim yo'llarini ochiq qilsin, omadini bersin. Sog' salomat yetib kelishsin. Nasib bo'lsa. 5 ta farzandi bor oila. Mendan 1 yosh kichkina o'zi. Xo'jayinisini bilmayman, o'zi mendan 1 yosh kichkina. Katta farzand keldi Murod tenga. Keldi, yana bitta oshna kelyapti. Nelush har doim aytardi, nimaga faqat o'g'il bola olib kelasiz, menga dugona olib kelmaysiz deb. Yaqinda kelgan Samira ham Asilaga dugona ekan. Ular Nelushga ham dugona, prosta Nelush bilan tengdosh kelmayapti-da. Jasminaga ham tengdosh bor. Keyin bu safar kelayotgan o'zbeklarda traynyashkasi bor ekan. Nelush tengi. Nelushdan 1 yosh kichkina, endi Nelushga dugona bo'ladi, nasib bo'lsa inshaalloh. Eshitib shuna xursand bo'ldim, men aytdim, shu Nelush uchun ham mayli dedim. O'zi olib kelmayman, endi hech kim o'zbek olib kelmayman dedim. Lekin rosa xursand bo'ldim, Nelushga dugonalar kelyapti deb. Navoiylik oila kelyapti bu safar. Bizning assortimentimiz ko'payyapti. Hamma viloyatdan bo'ladi, nasib bo'lsa. Yangilik kutinglar.